Aziz qarindoshlar, yana desam yana shu, bizningki bu 10 minutlik detalimizni vaqti yana to'shib qoldi. Mayli ish qish yo'q. Biz chekinmasdan ishimizni qilaveraylik. Oldin qismlarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Hozir biz kompyuter mashqi, ya'ni kunuk taqtis mashqini elib yuratimiz. Ya'ni qarindoshlar, bizningki bu. Buningda biz bu ishoratni chiqarmoqchi, bu belgini. Ya'ni yalang tirnoq yoki o'tir tirnoq. Endi biz buni chiqarish uchun olati geri. Ya'ni olati geri miyadida suratni sal teziltay. Ya'ni qarindoshlar, biz olati gerini besib turib, shuni, ya'ni buni bassak, buning ostiga ekanmiz chiqatdik. Undaqda chiqarib boqaydi. Olati gerini bastım, 7 knopkasini bastım, ostidagi mobilga chiqdi. Endi olati gerini bastım, basqandan keyin 0 ni bassam, mobil belgisi yepilish chiqdi. Buni ko'rib oldik. Endi masalan, buni qilib bo'lgandan keyin endi biz yana bir tirnoq, cho'ng tirnoq deymiz buni. Olati gerini besib turib biz 8 ni bassak, mouse ustidagi qaranglar, miyada qarasak 8 ni tepida mobilga bor. Biz buni chiqarish uchun shift ni bosatdik. Endi biz buningga o'xshamagan bir belgi, ya'ni mavuni chiqarish uchun, ya'ni ostidagini chiqarish uchun o'xshashlarmi shu olati gerini bosamiz. Chunki ostida cho'ng tirnoq bor. Olati gerini besib turib, buni bosdik, ichilish, 9 ni bosdik, yepilish bo'ldi. Buni ko'rib oldik. Bu yerni otlab ketaylik, necha ko'rib ketdik. Undaqda biz masalan, yana xat yozib boqaylik. Ahmad bilan Mehmet 5 ko'paytirilgan 5 ni bilmedi deb yozib boqaylik. Masalan, Ahmad deb kichik harfda boshlandik. Yo'q. Nimishqa? Chunki Ahmad xos ism. Odamning ismi. Ahmad bilan Mehmet. Kichik qilamdi, yo'q. Odamning ismi cho'ng bo'ldi. Mehmet 5 ko'paytirilgan 5 ni bilmedi. Bilmedi dedik. Chek turaytili. Endi biz bu yerga 5 ko'paytirilgan 5 ni qanday qildik deyapti-da. Buni bunday qildik. Masalan, qarasanglar, bu yerda bir yulduz belgisi bor. Masallar o'yining bu yerda bir yulduz belgisi bor. Yoki bevosita mana bassak bo'ldi. Mush yulduz belgisi ko'paytirish deganini bildirdi. Endi qarindoshlar, biz qaytib kelaylik. 5. Sallar o'yinidagi yulduzni bosdim, ko'paytirilgan 5 dedim. Enterni besitib 5 dedim. Bu ikkinchi qurdagi 0 ning yanidagi yulduzni ko'rsatdim. Bay ko'rsatgan yulduzni bosdim 5. Holatda bo'ldi. Buni ko'rib oldik-ku. Endi biz Sallar rayonidagi Mavi Sallar rayoni, ya'ni 1 2 3 4 dan 9 gacha. Mushu Sallar rayoni. Biz bu yerdagi namluk. Mushu numberluk deydi buni inglizcha, ya'ni sallarning qulpi. Biz buni besversak, qulplanib qoldi, sallar ishlamaydi. Yana bir besversak, bu qulp ichildi, sallarni yozishga bo'ladi. Undaqda men qaranglar. Mana ichib turib 1 2 3 4 5 6 xalqa musallar o'yinga bosdim. Enter dedim. Namluk degani besib 1 2 4 5 ni yozsam, ishim chiqmadi. Qo'shish, elishlar chiqdi, lekin asta o'chib ketay. Lekin masallar ishlamadi. Ishlamagandan keyin shu namlukni besib qulupni ichib o'tgandan keyin sallarni bosdik, buni sallar ishildi. Buni ko'rib oldik.
Endi buni ko'rib oldik. Namluk qulplash. Endi F2, F1 knopkalarni ishlatish. Bularni ko'rib olamiz. F1, F2 knopkalar nerede ekan desanglar, bu bizningki mana mau F1. F1 knopkasi, mau F2, mau F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10'dan tortib F12gacha beradi. Mana. Endi qaranglar, buni biz qanday ishlatamiz degan vaqtida, mush knopkalarni ishlatish vaqtida bizningki bu yerda Fn deb bir knopka. Mush Fnni besib turib, F1ni bassanglar, mau uyqa xo'raktatqanning belgisiga mushtaq teshik to'g'ri keldi. Mush belgini bassaq, masalan, Fnni besib turib qo'yib o'tmay, mana bassaq, kompyuterning ekrani o'chidi, lekin kompyuter taqilmaydi. Ya'ni uyqu holatiga kirdi. Agar shu Fnni besib turib, men basmaya, sizlarga so'zlatma, agar yana bassam, taqilib qoldi ekran. Bundaqda Fnni besib turib, mayani bassaqchi, kompyuterningki Wi-Fi bu signallar hammasi o'chidi. Ya'ni telefonni biz aeroplanlarga to'g'rilab qo'yamiz-ku. Shu holat bo'ldi. F3, F4. Endi mavchu degan vaqtida bu masalan biz baqaylar biza Fnni besib mana basdik. Basqandan keyin bu qandaq ekranni qorong'ulatdi. Masalan F5 ni basdik. Qorong'ulatdi. Endi F6 ni bassaq yo'ritib berdi. Qandaq ko'tarib berdi. Ko'ratdi-ku. Mana. Bu mouse ishlatmay turib, mush kompyuterning knopkalaridan foydalanib mushtaq qilsanglar bo'ldi. Endi qaranglar, buning endi F7 bor ekan. Buni bassanglar-chi. Buni bassanglar, masalan Fn ni basdik, F7 ni basdik. Fn ni basdik. F7 yana bir besatdik. Ma'lumot keldi. Mush bo'yicha sinab bassanglar bo'ldi. Endi bu yerga F11, F12 masalan. Bular uchunmi ish qilib mushlarni hammasini ishlatish uchun bu yerdagi Fnni besib turib ishlatisizlar. Ehtiyojinglar bo'lsa ishlatmanglar. Bu yerdagi mana ovoz belgisi. Fnni besib turib mana bassanglar, ko'rayotgan filmningki ovozini ko'tarib tushirib berdi, tuvaltib berdi. F12 ni bassanglar-chi ovozni yuqoriltib berdi. Buni ko'rib oldik. Undasa bular bilan jiqaplashmay, chunki ekran taqilib qolsa bo'lmaydi. Endi yiziqchilik mashq qilib boqaylar. Bu yerda biz bilishga tegishlik xil jiq bir narsalar bor. Endi masalan biz bu yerga nima yozib boqaylik degan vaqtida notepad buni ochaylik. Bu yerga men bugun knopka mashqi qilaman deylik. Men cho'ng bo'lsin, shift besib turib meni bosdim cho'ng oldi. Men bugun knopka mashqi qilaman. Mana. Hozir faqat bir qo'limning barmoqlarini ishlatib yozaman. Chunki dars so'zlashga sal afsus bo'lib qolganlikdan bir barmoq ishlatdim. Ya'ni biz odatda kompyuterda eng tez xat yozish uchun bu 10 barmoqimizni ishlatamiz. Endi 10 barmoqimiz ishlash vaqtida qaranglar. Kompyuterlarning knopka taxtasini unda silasanglar J knopka, HK ikkisining o'rtadagi J knopkani unda silasanglar qo'lingizga bir qattiq narsa urindi. Undan keyin F knopkasini silasanglarmi bu qo'lingizga bir narsa urindi. Shu uringan yerga o'ng taraf, ya'ni J knopkasining ustiga barmoqlarni qo'yisizlar. Undan keyin F knopkasiga mavi ko'rsatkich barmoqlarni qo'yisizlar. Ya'ni sol qo'lning ko'rsatkich barmoqi F knopkasida, o'ng qo'lning ko'rsatkich barmoqi J knopkasida turdi. Qo'ydinglarmi? Qo'ygandan keyin qolgan barmoqlarni xohlagan yerga qo'yib olsanglar bo'ldi. Endi bu yerda belgilab berdik, qaranglar, marang bilan marang o'xshaydi-ku. Ya'ni